Sizning e'tiboringizga mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi 185 sonli qonun loyihasi birinchi o'qishda havola etilmoqda. Mazkur qonun loyihasi mahalliy kengashlar faoliyatini yanada takomillashtirish, aholi muammolarini hal etish, hududlarni rivojlantirishdagi rolini oshirish maqsadida ishlab chiqildi. Qonun loyihasi bilan kiritilayotgan o'zgartirish va qo'shimchalar quyidagilardan iborat. Birinchidan, xalq deputatlari kengashlari faoliyatini samaradorligini oshirish maqsadida mahalliy kengash raisi o'rinbosari instituti joriy qilinmoqda. Shuningdek, mahalliy kengash raisi o'rinbosari bir vaqtning o'zida tegishli xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar kengashi kotibiyatining mudiri ekanligi belgilanmoqda. Bundan tashqari xalq deputatlari kengashi raisi yo'qligida yoki vazifalarni amalga oshirish mumkin bo'lmagan hollarda uning vazifasini kengash raisi o'rinbosari tomonidan bajarib turishga oid norma taklif qilinmoqda. Ikkinchidan, xalq deputatlari kengashining faoliyatini samarali tashkil etish maqsadida xalq deputatlari kengashi rayosati instituti joriy qilinmoqda. Kengash rayosatiga kengash sessiyasining kun tartibi loyihasini shakllantirish, doimiy komissiyalarning ishini muvofiqlashtirish, shuningdek kengash deputatlari tomonidan tezkor choralar ko'rishini talab qiladigan va kechiktirib bo'lmaydigan masalalar bo'yicha berilgan savollarga tegishli davlat organlari va tashkilotlarining rahbarlari tomonidan beriladigan javoblarni muhokama qilish kabi bir qator vazifalar yuklatilmoqda. Uchinchidan, aholi muammolari va hududlarni rivojlantirish borasida tegishli davlat organlari va tashkilotlari rahbarlarining axborotlarini eshitish imkonini beruvchi kengash soati joriy qilinmoqda. Bunda xalq deputatlari kengashi tegishli hududda joylashgan viloyat, tuman, shahar darajasidagi davlat organlari va tashkilotlari rahbarlarining kengash deputatlari savollariga javoblarini eshitish tizimi hamda tartibi belgilanmoqda. Ushbu qonun loyihasining qabul qilinishi mahalliy kengashlar vakolatlarining kengayishiga, ularning hududlarini rivojlantirish hamda aholining muammolarini hal qilishdagi rolini oshirishga xizmat qiladi.